Hijobli qizlarga eng ko'p beriladigan va ularga yoqmaydigan savollar haqida gaplashamiz. Hijob o'rashingizga kim majbur qilgan yoki nima sabab bo'lgan? Qizlar har kimni ko'yniga solsa, har qanday vaziyatda ro'mol o'rashi mumkin. Hijobli qizlarga bo'yanib yurish mumkinmi? Yoki shunga o'xshash savollar, u mumkinmi, bu mumkinmi? Qizlar, bu hayotda hijoblilar ham yashashga haqqi bor. Kuni bilan ro'molda yursangiz, sochingizni hech kim ko'rmaydi. Bir haftada bir sochingizni yuvsangiz bo'lsa kerak-a? Yo'q, aksincha, ro'mollilar sochini sizdan da ko'p yuvadi. Sababi kuni bilan ro'molda yurganimiz uchun sochlarimizni nafas olishi qiyinlashib, shikastlanishi ko'payadi. Sababi sochimizga kattagina parvarish kerak. Parvarishi uchun men Semily brendining shampunlarini tanlayman. Sababi shikastlangan sochingizni 100% ta'minlaydi. Ikkinchidan, sochlaringizga o'zgacha jilo berib yaltirashini ko'paytiradi. Uchinchidan, har bitta to'kilgan sochingizni o'rnini bosib yangi soch chiqishiga katta ko'mak beradi.